zudlikda xodimlarni bo'shatish bo'yicha ogohlantirish topshirig'i berildi. O'zingizlar majburladinglar, o'zingizlar bo'shatdinglar. Da'vo ariza kiritib, ularga to'langan ish haqlarini regressiv tarzda mendan undirishga qaror chiqartiryapti. Nima jinnilik bu? Tingladi, haqiqatan jabrlangansiz dedi-yu, lekin prokurorning o'sha arizasini qanoatlantirdi. Nima sharmandagarchilik bu? Adliya o'zlari xulosa beryapti mana hokimning qarorini tugatilishi bo'yicha. Adliya ham ko'rmadimi hokimning qarori noqonuniyligini, noto'g'ri chiqib qolganini adliya ham sezmadi. Juda azob berishdi. Hokim shunchalik mas'uliyatsiz bo'lishi mumkinmi? O'sha manfaatdor shaxslarga yuborilib, ularni javob xatlari bilan yopilib ketyapti. Endi nima qilyapsizlar, baraka topinglar. Harakat qilyapman, lekin qabulga kirish ham juda azob ekan, hech kim meni qabul qilishga ham даже yaqinlashtirmayapti. O'zingizlar noqonuniy qaror chiqardinglar. Nimaga sizlar javob bermayapsizlar? Opa javob beryapti. Odamlar bekorga o'zini osib qo'ymas ekan, o'zini o'ldirib qo'ymas ekan. Bu bitta qaror chiqishdan oldin yurist ko'rib chiqadi, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini biladi. Buni ko'r-ko'rona qaror chiqaradigan emas-ku, baraka topinglar. Hokimning xatosi sabab yetkazilgan zararni opadan undirishmoqchi hozir. Hammaga salom qadrli Elparvar kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan yana Elparvar va men Behruz Kasimov. Bizda bugun navbatdagi murojaat Surxondaryo viloyati Denov tumanidan. Barchinoy opamiz Surxondaryodan kelganlar. Ularning asosiy noroziliklari tuman hokimi noqonuniy qaror chiqargan, ushbu noqonuniy qarorni ijro qilishini opadan talab qilishgan va oxir oqibatda oqibati ham buni javobgarligi ham hozir opani bo'yniga tushgan bizni bilishimiz bo'yicha. Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz tanishtiring bizni obunachilar va O'zbekiston xalqiga. Men Salom va Barchinoy Denov tumani, ko'p yillardan beri Denov tumani 67-sanatoriya maktabida rahbar bo'lib ishlab kelganman. 2024-yilda 26-avgust kuni maktabgacha maktab ta'lim boshqarmasiga meni chaqirtirilib, tuman hokimining qarorini qo'limga berib, ham o'zimga ogohlantirish berdida, zudlikda xodimlarni bo'shatish bo'yicha ogohlantirish topshirig'i berildi. Sabab Denov tumanining hokimi shu sanatoriya maktabni tugatish bo'yicha qaror qabul qilgan. O'zidan o'zim. Endi bilmayman, menga faqat qarorni qabul qilishdi. Men uni asosli ekanligini bilmas edim. Keyin menga o'sha shu asosda ogohlantirish berdi. Men o'sha qaror bilan maktabga keldim. Ertasiga maktabgacha maktab ta'lim bo'limiga chaqirtirildim. Xodim o'rinbosarlarim bilan chaqirtirilganimda keyin o'sha mudirni o'rinbosari Mirsaidov Shavkat, siz ogohlantirish olib keldingizmi degan savol bilan murojaat qildi. Ha dedim. Noto'g'ri olibsizda, siz agar olmaganingizda o'sha joyingizda ishlashingiz mumkin edi degan gapni aytdi. Keyin menga boshqa rahbar qo'yilgani, 110-maktabga boshqa rahbar qo'yilganligini aytishdi. Men e'tiroz qilmadim. Men aytdim, tugatilgan ekan maktab deb qabul qildim. Keyin menga hujjatlarni berishdi. Tezlikda dedi, xodimlaringizga ogohlantirish berib, bo'shatishimga topshiriq berdi ular ham. Ular ham shunday topshiriq berishdi. Maktabgacha maktab ta'limi boshqarmasi ham, bo'limi tumani ham. Keyin menga asoslarni berdi, hamma hujjatlar. Menga tuman hokimining qarorini viloyat bergan bo'lsa, ular asosli hamma hujjatlarni qo'limga taqdim etishdi. Keyin men o'rganib kelsam, hujjatlarni olsam, uchta qo'shma qaror bilan Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, Ijtimoiy himoya agentligi vazirligi va Moliya va iqtisodiy vazirligi bo'yicha qo'shma qaror qabul qilingan. Qo'shma qaror asosida negizida umum ta'lim maktablari sanatoriya maktab negizida tashkil etilishi ko'rsatilgan ekan. Shoshmang, aniqlik kiritamiz. Demak, qo'shma qarorda maktab tugatilib negizida umumiy o'rta ta'lim maktabi joriy qilish belgilangan. Hokim esa batamom tugatilsin deb qaror chiqargan. Tugatilsin deb qaror chiqargan. Odam shunchalik ham mas'uliyatsiz bo'lishi mumkinmi? Yo'q, hokim shunchalik mas'uliyatsiz bo'lishi mumkinmi? Bu bitta qaror chiqishdan oldin yurist ko'rib chiqadi, uni to'g'ri yoki noto'g'riligini biladi. Buni ko'r-ko'rona qaror chiqaradigan emas-ku, baraka topinglar. Hokimiyat bu ko'r-ko'rona qaror chiqaradigan bir maskan emas-ku. Bu opa to'g'risini aytsam, bu hokim qarori bu normativ huquqiy hujjat hisoblanadi-da. Buni ko'r-ko'rona chiqarib bo'lmaydi. Oldindan loyihasi tayyorlanadi, nima uchun chiqarilayotganligi aniqlik kiritiladi, qaysi hujjatga asosan chiqarilayotgani o'ylanadi. Shunchaki tugatilish kerak deb bir bandini o'qib, pastini o'qimasdan qaror chiqarib oladigan bir parcha qog'oz emas-da hokimiyatda, to'g'risida.
Men ham shunga hayron qoldim. Endi o'qiganimdan keyin o'zini tuman viloyat hokimligiga, viloyat prokuraturasiga shu o'sha hokimning qarorini asoslimi, asosli emasmi, lekin qo'shma qarorlar bilan ilova qilib murojaat qildim. Lekin menga javob berishmadi. Javob bermagandan keyin adliyaga murojaat qilganimdan keyin adliya tugatilgan bo'ldi. Siz ogohlantirish berib bo'shatavering deb xulosa qilishdi. Adliya shunaqa xulosa berdi. Adliya xulosa bergani uchun men xodimlarni ogohlantirish berib bo'shatdim. Adliya ham ko'rmadimi hokimning qarori noqonuniyligini, noto'g'ri chiqib qolganini adliya ham sezmadimi? Adliya o'zlari xulosa beryapti mana hokimning qarorini tugatilishi bo'yicha. Mana xulosa adliyadan o'tyapti bu. Nima jimlik bu? Xo'p, siz o'sha noqonuniy qaror chiqdi, sizga tuman adliyasi bo'shataver dedi, boshqarma aytdi, ishchilarni bo'shat dedi. Kelib yig'ilish o'tkazdi ular. Bo'lim aytdi, ishchilarni bo'shat dedi. Siz bo'shatdingiz. Keyin nima bo'ldi? Bo'shatganimdan keyin o'zim ham 6 oy ishsiz qoldim. Xodimlarim murojaati tinimsiz ko'payib ketdi. Keyin menga ish haqi ham to'xtatdi. 2 oy muddatda menga ish haqi berish kerak edi, bo'shatish kerak edi. Lekin bo'shatma 6 oy davomida keyin men majbur bo'ldim. Bu murojaatlar ko'paygani, keyin noqonuniy qaror qabul qilganligi, hokimni o'sha qarorini nima qildimda, Termizlar tumanlar aro ma'muriy ustiga berishga majbur bo'ldim. Lekin o'sha 20-yanvarda 2024-yilda adolatli qaror qabul qilindi. Hokimning qarorini o'sha noto'g'ri g'ayriqonuniy deb topishdi. Demak, ma'muriy ishlar bo'yicha Termiz tumanlari sudida hokim qarori haqiqiy emas deb topildi. O'sha asosda keyin men ham ishimga tiklab 2025-yil 10-fevralda o'sha 110-maktabga rahbar qilib qo'yishdi. Keyin xodimlar ham shu jarayonda ham ish haqi undirilib berildi sud jarayonida, xodimlar ham ishga tiklanib keldi. Men naborat bundan xursand bo'ldim, xodimlar ishsiz qolgan edi. Endi shoshmang, aniqlik kiritamiz. Xo'p, hokimning noqonuniy qarori haqiqiy emas deb topildi. Ishchilar ishga qaytib tiklandi. Ular ko'rgan zarar undirib olindi. Xo'p, hozir siz nima qilib yuribsiz bu yerda? Hozir endi shu o'ndirilgan qarorni hozir o'rganmasdan tuman prokuraturasi sudga da'vo ariza kiritib, ularga to'langan ish haqlarini regressiv tarzda mendan o'ndirishga qaror chiqartiryapti. Lekin prokuror o'zi sudga qatnashmayapti. Rostdan. Qatnashmayapti. Bir marta keldi, hujjatlarni oldida ketdi, o'rganishim kerak ekan dedi. Ikkinchi marta kelmadi, lekin sud bizda eshitdi, tingladi. Haqiqatan jabrlangansiz dedi-yu, lekin prokurorda o'sha arizasini qanoatlantirdi. Nima sharmandagarchilik bu? Hokim noqonuniy qaror chiqarishi oqibatida ishchilar ishdan bo'shab ketadi, ular zarar ko'radi. Hokimning qarori haqiqiy emas deb topiladi noqonuniylik sabab. Keyin buni kelib chiqadigan huquqiy oqibatlaridan keyin fuqarolar o'zini haqqini talab qilib budjetdan ish haqqisini undirib oladi. Haqiqat qaror topadi. Maktab direktorida nima ayb? Sizda nima ayb hozir? Men shuning uchun o'zim aqlim yetmay qoldi. To'g'risida murojaat qildim, lekin murojaatlarim agar ko'rib chiqilganda edi, prokuratura tomonidan, viloyat hokimi tomonidan ko'rib chiqilganda, men bunday adolatsizlik qurboniga aylanmas edim. Hozir juda jabr chekyapman men. Menga bosimlar juda ko'payyapti. Yana o'sha apellyatsiya ham ularning foydasiga hal qildi prokuraturani. Hozir taftishga berdim. Bilamanki, taftish ham ularning foydasiga hal qiladi. Chek prokuraturani o'sha yana tinimsiz ikkita ariza beryapti yana. Bundan keyin mana nimadan keyin yana Denov tumaniga prokuror yana agar buni ko'rib chiqqanda bu jiddiy masala emas aslida. Oddiy masala. Mantiqsiz masala aslida. Lekin buni o'rganmayapti-da, to'g'ridan to'g'ri menga nisbatan qilinyapti bu. Men ijrochi bo'lsam, buni o'sha asoslab adliya tasdiqlab berayotgan bo'lsa, bo'shat deb menga majburlayotgan bo'lsa, men bu yerda nima xato qildim? Men shunga aqlim ishlamayapti. Demak, noqonuniy qaror ijrosini opadan talab qilishgan, opa majburlikdan bajargan, majburlikdan emas, adliya to'g'ri bu qaror, ishchilarni bo'shatavering degan mazmunda xulosa berdi menga. Xulosa bergan. Shundan keyin ham opa aybdor bo'lyapti. Endi nima qilyapsizlar? Baraka topkurlar. Bu sharmandagarchilik-ku bu. Siz shularni bir to'g'rilab deb murojaat qildingizmi viloyat hokimiga? Juda ko'p viloyat hokimiga ham, respublikaga ham murojaat qildim. Juda ko'p murojaat qildim. Hozir prezidentimiz shunchalik o'sha xalq qabulxonalariga ham rahbarlarini almashtirdi. Xalqning murojaati sinchiklab o'rganilsin deyapti. Lekin aslida joylarda o'rganilmayapti-da, borib o'sha joyda yopilib ketyapti. O'sha manfaatdor shaxslarga yuborilib, ularni javob xatlari bilan yopilib ketyapti. Mana shunisi menga agar o'rganilganda edi bu to'g'ridan to'g'ri yechim topilardi. Dahshat. Hozir prezidentimizning siyosatiga men o'ylaymanki qarshi ishlayapti o'sha joydagi hokimiyat ham, o'sha prokuratura ham.
Sudlar ham. Menimcha obunachilarga tushunarli bo'ldi. Yana bitta qisqa qilib sizlarga tushuntiraman. Hokim noqonuniy savodsiz qaror chiqaradi. Bu qarorni ijrosini bajarishini opadan talab qilishadi. Boshqarma ham, bo'lim ham, adliya ham to'g'ri deb beradi. Bu noqonuniy qaror ortidan juda ko'pchilik o'qituvchilarimiz ishdan bo'shab ketadi. Noqonuniy hokimning qarori bekor qilingandan keyin ishchilar qaytib tiklanib o'zini ish haqlarini undirib oladi, to'g'rimi? To'g'ri. Bu adolatli. Adolat qaror topdi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Endi opadan undirishmoqchi o'sha hokimning xatosi sabab yetkazilgan zararni opadan undirishmoqchi hozir. Maktab direktoridir nima? O'zingizlar majburladinglar, o'zingizlar bo'shatdi deylar, bo'shatdi, o'zingizlar noqonuniy qaror chiqardinglar. Nimaga sizlar javob bermayapsizlar? Opa javob beryapti hozir. Menga ham hozir bu qiziq. Men o'zim bilmayman. Hozir men nima deydi, yo'l topolmay qoldim. O'zim bir qonunning ustuvorligini ta'minladim. Mana haqiqat qaror topdi dedim, lekin yo'q, yana boshqa yo'lga meni kirgizishib qo'yishyapti hozir. Opa, shu yerda men sizga bir yuridik maslahat beraman. O'sha paytda da'vo arizasi sal noto'g'ri kiritilgan deb o'ylayman. Sababi hokim qarorni haqiqiy emas deb topish va uni ortidan kelib chiqadigan oqibatlarini hokimiyat zimmasiga yuklatish kerak deb da'vo arizasi kiritish kerak edi. Endi sud ham da'vo predmetidan chetga chiqa olmaganda shunchaki hokimning qarori noqonuniyligini ko'rib shunchaki bekor qo'ygan. Endi orqasidan kelayotgan huquqiy oqibatlar bu o'qituvchilarni zarar ko'rishi, ishdan bo'shashi, noqonuniy shuncha payt ishlamasligi bu huquqiy oqibat deyiladi. Shular qatori o'zim ham zarar ko'rdim. O'zingiz ham ishdan bo'shagansiz. 6 oy ishsiz o'tirdim, ish haqi olmadim. Jabr ko'rdim o'zim ham. Na bo'shatadi, na ishga qo'yadi. Mana shunaqa holatga tushirdi meni. Juda azob berishdi. Dahshat. Hozir men juda azobdaman. Men o'zim shokka tushib qolyapman. Men viloyatda hal bo'ladigan ishni respublikaga kelib, sarson bo'lib, tashkilotlarga, qabullarga kirishga harakat qilyapman. Lekin qabulga kirish ham juda azob ekan. Hech kim meni qabul qilishga ham даже yaqinlashtirmayapti. Men hozir nima qilishimni bilmayman. Mana sizlarga murojaat qilishga majbur bo'ldim. Men juda hozir qiyin ahvoldaman. Menga moddiy javobgar, yana o'zim moddiy javobgarlik, o'sha zarar ko'rib turib, yana menga moddiy javobgarlikni bo'ynimga qo'yishyapti. Menga juda azob hozir. Odamlar bekorga o'zini osib qo'ymas ekan, o'zini o'ldirib qo'ymas ekan. Meni ham shu holatga olib kelyapti. Lekin men o'zimni o'ldirish, o'zimni osish yo'q. Baribir oxirigacha yetishga harakat qilaman. Lekin bu menga juda azob bo'lyapti hozir. Opa, siz siqilmang, biz siz bilan albatta bu masalani oxirigacha yoritib boramiz. Lekin haqiqatan ham bir kichkina muammo, bir kichkina xato bu viloyat doirasida hal bo'ladigan, tuman doirasida hal bo'ladigan muammo. Lekin fuqaro Surxondaryo viloyatidan Toshkent shahriga kelib respublika rahbarlarini qabulini qidirib yurishi bu qanchalik viloyat uchun og'ir masala. Viloyat uchun qanchalik sharmandalik. Yechiladigan muammo-ku bu. Arzam ko'rilganda yechilardi, arzam ko'rilmayapti faqat. Daji ko'rilmayapti. Ko'rilmayapti. Agar ko'rilganda edi, o'rganilganda edi, yechimini topardi. O'sha viloyatda o'zida topardi. Menga bu yoqqa kelib sarson bo'lishdi, o'zi menga juda ham moliyaviy zarar ko'ryapman. Toshkent bilan Surxondaryoning orasida qancha masofa o'zi? Ruhiy azob bog'i. Sog'lig'imga juda zarar yetyapti menga. Men murojaat qilaman Shavkat Miromonovichga, prezident administratsiya Saida Shavkatovnaga bu Surxondaryoda bo'layotgan sharmandagarchilik, adolatsizlik, qonun buzilishlariga chek qo'yib, meni himoya ostiga olib, meni manfaatlarimni himoya qilib berishlarini so'rayman. Shuning uchun umid qilib, men ijtimoiy tarmoqqa kelib, majburligimdan mana shu yerga ijtimoiy tarmoqqa chiqishga majbur bo'ldim. Biz albatta bu murojaatni yoritamiz va yoritishda davom etamiz. Bu masalaga biz yana qaytamiz. Opa, albatta o'ylaymizki, respublika rahbariyati ko'rib bu murojaatni ijobiy hal qiladi. Yechimi yo'q masala emas, oddiy masala.